Assalomu alaykum. Sarbon 33 kanali hamda Loboshmon hokimligi matbuot xizmati taqdim etadi. Andijon viloyati Loboshmonga qarashli Shirmonbuloq qishlog'ida Buloqqa elis turizm zonasi qurilmoqda va ish jarayonlari davom etmoqda. Qaysidir o'yingohlar qurib bitkazildi. Shu joylarga kelib madaniy hordiq olib keting. Yangi bo'lsangiz albatta YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling. Yangi videolarimiz albatta sekin-asta chiqib boradi. Instagram profillarida akalarimiz, opalarimiz challenge boshlashibdi. Shu turizm qishlog'iga Shirmonbuloqqa kelib istoriya hamda reels qanaqadir yo YouTube'ga o'z videolaringizni joylang. Prosmotr, like, komment uchun g'olib bo'lib, pul mukofotiga sazovor bo'ling. Shu video ostida kommentariyada Instagram profilini silkasini qoldiraman. Kirib o'sha Instagramga yaxshiroq ma'lumotga ega bo'ling. Kuzatishda davom eting. Sizlar bilan albatta yo'l yo'lakay ko'rishamiz. Omon bo'ling. Yangi bo'lsangiz Buloq kanalimizga obuna bo'ling. Yok,